Gagarindan 2 xonali uyimiz chiqyapti 64 ming dollarga. Uyimiz umuman bo'linmagan, polностью полноценный 2 xonali katta mana shu zal bo'lyapti, ko'ryapsiz. Uyimiz 71 kvadrat metr, 6-qavatda. Bu uyga как uy emas, xohlasangiz pod biznes qilishingiz mumkin. Qanday? Studentlarni olasiz, arendaga berib qo'yaverasiz. Bu bo'lyapti Inyazning to'g'risida Novostroyka 7 etajli domning 6-etajida. Narxi chotki. Hozirgi vaqtda narxlar уже ko'tarilib ketyapti. O'zlaringiz ham ko'ryapsizlar. O'shaning uchun uspet qilinglar. Operator, bitta oshxonani ko'rsataylik. Bu bo'lyapti bizda oshxona. Oshxonasi ham kattagina. Bu uyimizni ko'rib turibsiz, hech kim yashamagan, o'zlari uchun olib qo'ygan va endi sotyaptilar. Pul zo'rlayaptilar. Prixoshkani ko'ryapsiz. Prixoshka ham juda ham katta. Ana endi bitta sanuzilni ko'raylik, oshxonani ko'rdik-ku. Bu bo'lyapti bizda sanuz. Sanuzli ham katta, fortichkasi ham bor. Juda ham zo'r variant. Buni olgan odam polni studentlarni arendaga borib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Tamom, faqat pul keltiradigan joy Gagarin. Inyas to'g'risi.